97% odam yer o'lchamlarini noto'g'ri bilishadi. Sotiqmi yoki gektarmi? Hattoki ko'pchilik aldanib ham qoladi. Agarda siz uy yoki yer olmoqchi bo'lsangiz, ushbu ma'lumotlar aniq sizni aldanib qolishdan saqlab qoladi. Yer maydonlari asosan metr kvadratda, sotiq va gektarda o'lchanadi. Bir sotiq yer maydonimiz 100 metr kvadrat bo'ladi, ya'ni 10 metrga 10 metr joyimiz bir sotiq yer bo'ladi. 1 gektar yer maydonimiz 100 sotiqga teng. Bu esa 10.000 metr kvadrat xolos. Shu joyida gektar va sotiqda ko'pchilik chalkashib ketadi. Yer sotayotganda ko'pchilikning qiladigan xatosi o'lchovlarda bo'ladi. Misol uchun 8 ga 20 metr joy desak, umumiy maydoni 160 metr kvadrat bo'ladi. Bu degani 1.6 sotiq bo'ladi, lekin ko'pchilik buni 3 yoki 4 sotiq deb o'ylaydi. Bunday xatolardan qochish uchun albatta o'zingiz bilan metr ushlab boring. Juda ham ko'pchilik ushbu ma'lumotni bilmaydi. Videoga like bosib, yer olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, zero aldanib qolishmasin.